Mahmudxo'ja Behbudiy buyuk ma'rifatparvar, yozuvchi, publisist, dramaturg va jamoat arbobi jadidlikchilik harakatining yetakchilaridan biri. U 1875-yilning 19-yanvarida Samarqand yaqinidagi Baxshitepa qishlog'ida muftiy oilasida dunyoga keldi. Oiladagi muhit undagi ma'rifat va adabiyotga bo'lgan qiziqishning tezroq ro'yobga chiqishiga imkon tug'dirdi. Behbudiyning otasi islom huquqshunosligi bo'yicha yirik mutaxassis bo'lib, bu borada ko'plab kitob va risolalar yaratgan edi. Bu o'z navbatida Mahmudxo'jaga ta'sir o'tkazmay qolmadi. U keyinchalik bu haqda so'zlab, hatto maqolalaridan birida otasi yozgan Hidoya islom huquqiga sharhlar asarining o'z taqdirida katta rol o'ynaganini alohida qayd etgan. Mahmudxo'ja Behbudiy adabiyot, tarix fanlari qatori siyosatshunoslik bilan ham jiddiy shug'ullandi. U Makkaga borish maqsadida arab tilini o'rganib, islom tarixi va nazariyasi bilan shug'ullandi. U 1899-yilda hajga bordi va muftiy unvoniga ega bo'lib qaytdi. Haj bahonasida Misr va Istanbul shaharlarida bo'ldi. So'ngra Qozon va Ufa shaharlarida bo'lib, Yevropa madaniyati bilan ham qiziqdi. Uning qator maqolalari ham mazkur nashrlarda chiqa boshladi. Xususan, Qrim tatar allomasi Ismoil Gaspirali va u bosh muharrir bo'lgan Tarjumon gazetasi Mahmudxo'ja Behbudiyni buyuk ma'rifatchi va o'zbek milliy jadidchilik yo'nalishining otasi darajasiga ko'tardi. U 1914-yilda yana Turkiya, Misrga borib, u yerdan muhim kitoblar, o'quv qo'llanmalarini olib keladi. Yangi usuldagi maktab dasturi ustida ishlashga kirishadi. Biroq u turli to'siqlarga uchrab, Jadidlar rahnomasi dahriy deb e'lon qilinadi. Albatta, Behbudiyning xalq o'rtasida ortib borayotgan obro'-e'tibori nafaqat amirlik rahbarlari, balki bolsheviklarning ham reja va niyatlariga zid edi. 1919-yilning 25-martida Behbudiy ular chaqivi bilan Shahrisabzda qo'lga olinib, sirli bir tusda Qarshida Said Olimxon farmoni bilan qatl qilindi. Uning qatli haqidagi xabar o'sha paytdagi poytaxt Samarqandga rosa bir yildan keyin xabar qilinadi. 1920-yilning aprelida butun Turkiston motam tutdi. Ulug' mutafakkirning xalqimiz oldidagi xizmatlari e'tiborsiz qolmagan albatta. Qarshi shahri 1926-yil, 1937-yillarda Behbudiy nomi bilan atalgan. Buyuk ma'rifatparvar sharafiga 2006-yil Samarqand shahrida yodgorlik o'rnatilgan. 2020-yil O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi kuni arafasida Behbudiy hayotiga bag'ishlangan film premyerasi bo'lib o'tdi. Hozirgi kunda alloma qoldirgan boy va rang-barang adabiy, madaniy va ma'rifiy meros o'z xalqining istiqloliga xizmat etmoqda.